qilgan xatoni iltimos sizlar qilmaylik. Hech qaysi poliklinika 5:30 dan ishlamas ekan. Uyqusirab keldimmi bilmayman. Uyga kelsam analizlarni topshirib qaynsinglim tayyor bo'lib turibdi. Ketdi ukani deb to'y yaqinligidan bilmayman. Oshxonadagi idishtolarimiz yuvib ketyapti. O'z aybini bilgandek ketdi ukani deb olib ketdi meni. Hazil bilan lekin olib kelgani yaxshi bo'ldi. Tug'ishimdan oldin uydagi bor narsalarni yengillashga qaror qiluvdim o'zi, lekin qayerdan olishni bilmayotgandim. Birinchi marta qaynsinglim bilan shunaqa maza qilib shopping qilishga chiqimiz 3 yil deganda. Kim boshida qaynsinglis bilan urushib, keyin yaqin bo'lib ketgan. O'zi ham shunaqa zo'r joyga olib kelibdi. Bitta joyda hamma narsa topsiyli bo'ladi. Jetski deysalarmi, hammomga deysalarmi, oshxonaga, kuxnyaga yoki sarpaga nima bo'lsa hammasini topsiyli bo'ladi. Вообще zo'r magazin ekan. Menga yoqdi. Takoy estetichniy men xohlagan narsalar bor ekan. Ko'ynimni bilib olib kelibdi-da. Nimaga aynan bu do'konga olib keldingiz desam, 15% dan 35% gacha skidka bo'lyapti keyin ko'p tovarlariga. Ko'rsanglar o'zi ham вообще zo'r narsalari bor ekan. Kirib 3,5 soat deganda chiqamiz shu magazindan. Olgan narsalarimiz вообще zo'r. Bekorga men bilan kelmabdi. Ertaga erga tegib ketsam qiynalib qolmang. Nimaga ishlatishni o'rganib oling. Shu yerda o'rgatib keta qoling deb olib kelibdi. Baraka topsin. Rostdan ham agar qaynsinglim bo'lmaganida 3 yil ichida ham 5 yil ichida ham o'rganishim juda qiyin bo'lardi. Graf qilsam oxirigacha qilay deb maza qilib ovqatlanib 45 gradus issiqda uyga ketdim.